Yangi prichoskamni birinchi bo'lib cho'lkalarni barmoqlarim bilan pastga tushirib, shpilka bilan qotirib oldim. Pastdagi sochlardan banchkina belbog'ini yasab, shpilka bilan joylashtirdim. Pastda qolgan sochlarni birinchi pastga tushirdim va tepaga ko'tardim. Chap tomondagi sochni o'ng tomonga, o'ng tomondagi sochni esa pastga tushirib, ryobrushkalar chiqarib, nevidimka bilan qotirib qo'ydim. Pastda birinchi o'rnatgan sochimga banchkina belbog'ini shu joyda ham hosil qildim. O'ng tomondagi sochni pastga tushirib, xuddi shu joyda ham banchkina belbog'ini shpilka bilan aylantirib, fantaziya qilib joylashtirib chiqdim. Undan chiqqan mayda sochlarni esa ryobrushkalar chiqarib, nevidimka bilan vali gubkamizga qotirib qo'ydim. Ha, aytganday, bu prichoskamning pastiga uzunchoq vali gubka o'rnatganman. Pastdan chiqayotgan barcha mayda sochlarni nevidimka bilan vali gubkamga qotirib qo'yaman. Prichoskam tayyor bo'ldi, qaranglar, dahshat bo'ldi. 27-oktyabr kuni bizda 5 kunlik prichoska bo'yicha malaka oshirish kursimiz boshlanadi. Kurs 27-oktyabrda boshlanadi, 5 kun bo'ladi. 10 xildan shu prichoska o'rgatamiz amaliyoti bilan. Yozilish uchun menga murojaat qilaverasizlar.